Jahon chempionati 2026-yilda g'olib bo'ladigan mamlakat. United Nations Trophy. Birinchi bo'lib esga tushadigan jamoa Argentina, albatta Lionel Messi bilan. Ammo haqiqat shundaki, ular kubokni yana ko'tara olmaydi. Oltin avlod ketdi, Di Maria xayrlashdi. Messining so'nggi imkoniyati ham yo'qoladi. Muxlislar esa qalblari sinib qoladi. Ispaniya, ko'pchilik ishonadi, ammo ularning porlashi qisqa bo'ladi. Eng ko'pi bilan yarim finalgacha. Rodri ritmini yo'qotdi. Carvajal jarohatlar bilan kurashmoqda. Lamine Yamal u futboldan ko'ra Niki Nikl bilan baxtli bo'lishga ko'proq e'tibor qaratgandek. Angliya ham kuchli, lekin ularning tarixi Arsenalnikidek. Har doim yaqin, lekin hech qachon yetarli emas. Harry Kane himoya chizig'ini torta olmaydi. Ular bosimda yemiriladi. Qoldi Braziliya. Braziliya Carlo Ancelotti qo'l ostida jamoa zo'r ko'rinadi, lekin uning haqiqiy missiyasi boshqa. Real Madridni himoya qilish. Shuning uchun ehtimol 2226 yildagi g'olib Portugaliya bo'ladi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Yosh yulduzlar bilan to'lgan jamoa. Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes. O'sha yigit Yamalni ham jim qoldirgan inson.